Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga kafenlikli apparatlarimizni olib kelib o'rnatib berdik. Mana birinchi zapravkalarni qilib, mana kafenliklar chiqardik. Xudo xolisi. Zo'r chiqdi ishlashlari. Bu apparatimiz 500 kilolik. 500 kilo kafenlikli chiqaradi. Polniy avtomatika. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda elagi bor, vibrator. Bu yerdan sement va ximikatlar tashlaydi. Shinek orqali bunkerga tushadi. Shinek. Qoplaydigani mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda shitigacha yig'ilgan. Shitlari ham mana faza zashitalari hamma yo'g'i bor. Faza mabodo alishib bo'lsa motor teskariga aylanmaydi. Mana shu narsa himoya qiladi. Mana apparatlarimiz ishlashi. Bu yoqqa shumli ovoz yo'q. Mana shu o'chirib tursak, mana shu 5 ga 4 xonaga bemalol joy bo'ldi. Bu yerlarga mana bemalol kafenliklarni terib 5-6 tonna, 10 tonnagacha sig'dirib bemalol mashina sotishaveradi. Gipslari, bu ximikatlar, mana sellyuloza, plombir, limonli kislota, uchul ximikatlari bor. Hop, kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, ekranning nomi bilan aloqa chiqaverasizlar. Mana o'zlari gazoblo chiqarishar ekan. Birak gazoblolar olib chiqib berishibdi. Gazobloga qo'shib sotgani kafenliklarni yo'lga qo'yishdi mana. Xudo xolasi zo'r chiqdi. Ishlashlari ham chotki. Mana shunaqa. Xo'p, kimga shu apparatdan kerak bo'lsa, bemalol ekranning nomi bilan telefon qilsalaring, narxini hamma yo'g'ini kelishamiz. Shu avtomat liniya